bo'lmasa, yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, bizga yana qanaqa yangi dahshatli klon kelishini va bundan oldingi qismda topilgan o'lim daftari aslida qanaqa kuchga egaligini bilib olamiz. Va qani ko'ramiz. Bu qismda biz Sardorni topa olamiz. Bunaqa savollarga javobni esa videoni oxirigacha ko'rishni olasiz. Parolab ochgan balki. Qara ochib ko'rishimiz kerak shunda. Qara, daftar bor xonada. Klon bizani hozirni qamab qo'ydi. Va onasini epsa aryon qochdik. Gambit bo'lmaganda o'shda qolgan bo'lardi. Gambit ham klonga aylanibdi hozir. Klonga yordam beryapti. Klon uni nimaga uni urmayapti? Nimaga uni qo'llamayapti? Unga baqirmayapti. Gambit hozir daftari xatarligini biladi-yu. Klonga topib bersa-chi? Voy bla. Tashqarida ham yo'q, Eng qiziq klon ham yo'q tashqarida. Menimcha klonga Gambit topib berdi daftarni. Voy! Endi biz Sardorni ham qaytara olmaymiz. Shoshma. Birinchidan biz hali Gambitni to'liq sotuvga qo'yaveramiz. Balki ichkarida daftar qolib ketayotgani uchun klonga ochib bergandir. Tipo klon bilan daftar bitta xonada o'qimaslik uchun. Ya'ni oldin hammasini bilib keyin gapiraylik, opros tuhmat tashlamiz. Qarshi do'stlar. Och. Nima? To'xtang. Och ishingni. Ishga shu. Och. Yo'q, qarang, ko'zi oqmas endi. Ishingni och. Nima qolsa? Ko'zi oqmas. Ishonasizmi? Sen bilan men faqat bu hal qiling. Siz nima eshikni ochib beryapsiz klonga? Yo'q, o'zing tashib ketding meni ko'chada. Meni tashab chiqib ketdilaring. Ishingni yopib qolgansizlar, ochmayapsizlar. Qo'ysiz. Nima qilganingizni eslolmaysizmi shu darajada? Chiqib ketayotgan joyimda oldinga o'tib ketdilaringda, ketingdan kiryapman. Ishingni yopib qolgansizlar mendan. Qani, o'rtog'ingiz qani? Qanaqa o'rtoq? To'g'risi aytsam do'stlar, hozir men Gambit ham qon deb o'ylayman. Chunki qilayotgan ishlari hozir ham yuzini bo'yayotgani, Gambit nega qochib ketmadi bilib, bo'yayotgan qochsa bo'ladi, to'g'rimi? Qochmadi u. Uch quyosh chiqotdi. O'ylashim uchun azmi sabr qilsak klon ketadi, lekin klon hozir Gambitni klon qilib hammasini qilib bachana chiqarib ketadimi? Buni qo'yib berish kerak emas. Voy, yuzingizni qarang. Bilin. Hazillashmayman jigar, hazillashmayman. Nima qara, menga ishon. Oching, brat. Omon aka Gambit. Voy, Nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar hozir like bosinglar. 100 ming like kerak bu videoga, chunki bu videodan davom bo'lish kerak. Chunki Gambit bu holda qoldirish va hozir agar kitob yo'qotib qo'yadigan bo'lsak, shuncha harakat bir tiyin bo'ladi. Va albatta do'stlar obuna bo'linglar, chunki shundan shunaqa katta mehnat va 3 million bo'laylik onasini evsin. Obuna bo'linglar. 20 ming obunachi bu videoga keyin qisib chiqadi. Keling Gambit aka, nima qilib tursiz? Ana ku. Hey! Hey! Kirish kerak ekan. bilaman qattarligini. Sizni hozir klonning yagona farqingiz yuzingizdagi kraska ozgina kamroqligi. Shuning uchun ham bilish ehtimoli kattaroq. Va'da beraman, ha? Masala taraf. Xo'p, aka qarang, siz xohlamagan bo'lishi mumkin, lekin siz boy eshik ochisham. Eshitasan? Nima deyapti? Ish topinglar deyapti. Kitobni berdi. Ha, kitob. Ish topinglar deb eshitdim. Bitta xonaga yashirinishimiz kerak biz. Shoshma. Kitob bu. Yaxshi. Bu jonli efir. Chiqdik. Bu kitob qo'ydik, bo'ldi, eshik olib qo'yib kirmaydi. Birinchidan chiqolmaydi. Kel, qani shu. Sanadan chiqquncha yil o'tib ketsa kerak. Bu klon. Klon! Do'stlar, hozir bu efirga like bosishinglar. Jonli efir. Aman. Turib, yuzingizni qamab tushasan, hozir chiqishga qiynalasiz. Hadi bakalım sana hiç yok. Kitap karak veremem ki. Kano? Yok yordan gitti. Koruma bile! Hey! Git! Oy Bulut! Hey! Kime? Oy Bulut! Bek. Gelmedi kirili. Bekle çıkamaydı. Çıksa hem ahire yekemedeki konular dedik. Böyle korku kettim dostlar, çok kettim billahi. Hali gecemde de yakından ko'rmagandim. Bo'yi qanchami, ha? Bilmayman aka. Hali full ko'rganiga yo'q, oynadan ko'rib. Mana aka bo'yi tashqaridan faqat ko'zda ko'rdim bo'ldi. Hammaga salom do'stlar. Darknet 6-qism qachon chiqadi degan obunachalarim uchun bu stories. Darknet 6-qism o'sha YouTube'ga qo'yilgan. Tepada ko'rib turibsizlar. Ertaga emas, yo'q, shoshmang. Ertadan keyin 6-avgust kuni soat 16:00 da har doimgi vaqtda chiqadi. Albatta kiringlar, efirda 100 ming odam ko'rsa agar Darknet 7-qism
Короче, 7-qism qachon chiqishini sizlarga tezroq aytaman va tezlashtiraman videoning o'zini ham. Shuning uchun ham давайте do'stlar, efir o'zi bir vaqtda kirili, portatili pastda mana link qoldiraman tepada, anaqa qoldiraman. O'sha rasmni qoldiraman. Va yana muhim bir narsaga reaksiya bildirib ketishim kerak va bu ham bo'lsa, Darknet 5-qismdan sizlar juda ham ko'p edit etay olasizlar. Buni ko'rib men realniy xursand bo'lman, to что bizning YouTube proyektimiz Instagramda ham o'zini kuzatuvchilarni topayotgan shu. Shuning uchun sizlarga ham katta rahmat. Davom eting, editlarni ko'rib boraman. Let's go. Do'stlar, atigi kechagina chiqqan videomiz bir kunda menimcha absolut rekordlarni hammasini yengiladi. Eng kamida o'zimning YouTube kanalimdagi yuqorida ko'rib turibsiz natijani bir kunda 3,4 million prosmotr va salkam 300 ming like. Sizlarni Darknet 6-qism kutyapti. Lekin sizlar bunga tayyormisizlar? Давайте pastda kommentariyda menga tayyor bo'lsangiz qoldiringlar.